Qaniydi bundan oldin o'lib ketgan bo'lsam, qaniydi yo'q bo'lib unutilib ketsam. Nimalar qilib qo'yding? Bu kimning bolasi? Sharm hayo yo'qmi senda? Musoning dinini tark et, aks holda seni o'ldiraman. Allohga qasamki, undan hech qachon tonmayman. Robbim. Ey Ibrohim, qayoqqa ketyapsiz? Bizni shu yerga tashlab ketasizmi? Qanday qilib sizga ozor berishdi, otajon? Tuyada kelayotgan Oyshami? Safvon ham u bilanmi? Kunning shu paytida-ya? Onam, odamlar men haqimda nima deganini ko'ryapsizmi? Mendan buni yashirib yurganmidingiz? Tayyor bo'lsangiz, tarix tomon safarimizni boshlayapmiz. Birinchi marta sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan va jannat onalarining hikoyalarini o'zida jamlagan 8 qismli serialni boshlamoqdamiz. Xadija roziyallohu anha maxluqotlarning eng afzaliga payg'ambarlik kelganda hech kim ishonmadi. Uni masxara qilishdi. Aqldan ozib qolibdi. Kim ham unga ishonardi? Men sizga ishonaman. Tarixda birinchi bo'lib iymon keltirgan zot onamiz Xadija bo'ldilar. Va bu iymon urug'lari yillar oldin Allohning rasulini bu dunyoga keltirgan muborak onaning qalbida o'z o'rnini topgan edi. U yosh o'g'li bilan erining qabrini ziyorat qilganda nimalarni boshdan kechiradi? Abdulloh. Osiyo zulm bilan o'ralgan Fir'avn saroyining markazida qanday qilib o'z e'tiqodini saqlab qola oldi? Iymoni uchun nimalarni qurbon qila olardi? Kuchmi? Shon-sharafmi? Yoki o'zining hayotimi? Fatima roziyallohu anha payg'ambar alayhissalomning suyukli qizlari. Rasululloh Ka'ba oldida sajda qilayotganlarida muborak yelkalariga ichaklarini ilib qo'yishdi. Fatima mitti qalbi bilan qanday qilib bunday og'riqni boshdan kechirdi? Ha, ba'zida biz Maryam onamizning unga qarshi qo'yilgan har qanday ayblovlarga qaramay sobit tura olganiga guvoh bo'lamiz. Ey Maryam! Albatta sen juda iflos ish qilding. Qissalarimiz davomida Havvo onamizning jannatdan bu dunyoga bo'lgan sayohatiga guvoh bo'lamiz. Hojar onamizni cho'lda yolg'iz go'dak bilan hech narsa yo'q joyda suv qidirib